Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Diloromxon onajon, siz bilan bog'lanmoqchiman. Ha, rahmat. Sog'masmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi rahmat. Biz sizga ayni damda dilimdagi maktubim loyihasidan qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Boshlovchi Surayyo bo'laman. Ha, Bugun tug'ilgan kuningiz munosabati bilan yetkazilishi kerak bo'lgan tabrik xatimiz bor. Nima deb siz ushbu tabriknomani sizga yaqinlaringizdan kim yo'llayotgan bo'lishi mumkin? bolalarim-da. Ushbu tabriknomani sizga kuningiz Dilraboxon opa, keliningiz Ha, Dirabaxonmi? Qizim. Ha. Keliningiz Oydinaxon opa, nabirangiz Mehrimoq, barcha yaqinlaringiz va oila a'zolaringiz nomidan mehribon o'g'lingiz Jasurbek aka yo'llayaptilar. Rahmat. Tenjoqlari sog' bo'lsin. Ruxsat bersangiz, ular yo'llayotgan izhorlarni o'qib eshittirsam maylimi? Mayli, mayli. Assalomu alaykum hayotim mazmuni, oyizligim, go'zal qalbligim, farishtaginam, qirolicham meni, jannatim onajonim. Bugun ushbu loyiha orqali sizga o'z dil izhorlarimni, tabriklarimni yo'llashga qaror qildim. Onajon, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim umringiz bundan-da ziyoda, tanu joningiz omon bo'lsin, qalbingizda huzur, halovat, yuzingizda hamisha tabassum bo'lsin. Inshaalloh martabangiz bundan-da ulug', qaddingiz va qadringiz baland bo'lsin har yerda. Yuzingiz yorug' bo'lsin. Doimo duolarimizda bo'lib, hayotimizni, xonadonlarimizni nurga, fayzga, ma'no va mazmunga to'ldirib yashang. Ilohim farzandlar, nabiralar davrasida uzoq yillar mehribon ona, nabiralarning mehribon bujonisi bo'lib quvnab-quvonib yuring. Boringizga shukrlar aytaman. Sizning sof mehringiz oldida bir umr ta'zimdaman. G'animat dunyoda g'animatim onajonim. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Hech qachon armoningiz, dardingiz bo'lmasin bu dunyoda. Boringiz uchun Allohimdan ming shukronalar aytaman. Onajonim, Allohim sizga dunyoning savob va saodati, rohat va farohatini bersin. Kelajakda Baytullohlarga bir necha marotaba borishlik, Allohimning uylarida qayta namoz o'qishlik nasibi ro'z aylasin. Onajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman, dunyolarcha yaxshi ko'raman. Bahorlarga o'xshab yuzingiz, quyoshlarning qizisiz onam, eng chiroyli gulsiz o'zingiz, siz gullarning gulisiz onam. Ta'rifingiz doston olamga, qog'oz yetmas yossam qalamga, ziynatdursiz ko'ngil dalamga, siz gullarning gulisiz onam. Siz tomonga bahor shoshilar, iforingiz har yon sochilar, sizni ko'rib gullar ochilar, siz gullarning gulisiz onam. Poyingizda unib chechaklar, fikrangizga yetib yetaklar, duoyingiz baxtga yetaklar, siz gullarning gulisiz onam deya ushbu ajoyib she'rni ham taqdim etishimizni so'rab qolganlar. Onajon, agar o'z yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga va o'g'lingizga yo'llamoqchi bo'lgan izhorlaringiz bo'lsa, marhamat. Ashang, rahmat. Tenjon sog' bo'lsin. Bolalarim ham yuzga kirib yursin. Yana boshqa izhorlaringiz bormi o'g'lingizga? Ha, yuzlarga kirib bolalarimni horzavasini ko'rib hoziroq borib yursin. Tenjoni sog' bo'lsin hammasi. Borg'ayda qo'sha qarab o'tirsin. Bizi baxtimizga yuzga kirib yursin-da bolalarimiz. Onajon, yana bir bor sizni Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ilohim umringiz uzoq, rizqingiz baland bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Tenjon sog' bo'lsin. Siz ham bolalaringiz orzavasini ko'ring. Rahmat. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni
tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il va qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni. Mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni. Siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni. Saxovat seli, daryo dengizim, matonat bardosh, mehri tengsizim. Tanholar ichida tanho yolg'izim, onajonimni tug'ilgan kuni. Chiroyligim dilbarim, oyi jannat zor,